Wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow out of me, and I wish on all the rainbows that I've seen. I wish on all the people who Onuncu Krallik. Men o'ldim. Mening ishim tugallanmay qoldi. Oqqo'g'ayna mulki zavol topgani yo'q. Sen bu yumushni oxiriga yetkazasan. Qasrimning vayronalari ostida qudratim manbaini topasan. Tasvirchilar Chris Govard, Lauren Jones. Bastakor Ann Dudley. Meni tuhfalarim senga kuch bag'ishlaydi. Ko'zgu sayohat. Senaryo muallifi Simon Moore. Rejissyorlar David Carson, Gerbert Weiss. Ko'zgu ayg'oqchilik uchun. Ko'zgu xotirlash uchun. Ko'zgu unutish uchun. Ko'zgu olamga hukmron bo'lish uchun. Bunday quvvatga ega bo'lish naqadar yoqimli. Bugun jarqoq bo'ladi. Jarqoq. Nima tinch qo'ying? Jarqoq bo'ladi. Tinch qo'ying. Qaranglar. Eng kuchli va jasur troll uchun tuhfa. Bundan nimangiz kelyapti? Charm boshmoqlar. Jarm. Stra. Bach. Bu nega loyo keladi? Yo'q menga. Bu menga atalgan bilsang agar. Yo'q meniki. Menga. Qur'a tashlab, buni sohibini aniqlaymiz. Salom. San'atkorlar yetib kelishdi. Nega qilishim? Qo'rqma. Meni ilgariga film ko'rmagan. Men davolanish muolajasidan o'tib, yemishni muhabbatdan farqlab qoldim. Bu esa doirani yorib o'tish. 7 kunni sog'ayish, o'zingni ayblashni bas qil hamda ko'rpasini qo'llab qo'yadigan tirranchiga maslahatlar kabi kitoblarda isbotlangan. Oxirgi yanglish o'qib qo'yibman. Agar yana bir qaror qilasang debman. Qo'rqqan oldin mush ko'tararmi? Nazarimda sen menga sal-pal ishonmayotgandaysan shekilli. Men senga umuman ishonaman. Yo'lingga qo'yib bo'ladi. Yo'q.
Shunchaki hazillashgandim. Bo'rilar yolg'ondan o'zlarini vahshiy qilib ko'rsatishadi. Men hech uni yeb qo'ymagan bo'lardim, chunki kampirlar g'ir-chantir bo'lishadi. Bu meni xafa qilish niyatim ham yo'q edi. Uni ko'rib so'lagim ham oqqani yo'q. Suqlandim, lekin jonchalik emas. Men senga ziyon yetkazmaslik to'g'risida chin bo'rilik so'zimni beraman. Sen meni himoyam ostida bo'lasan. Men endi qochish rejasini tuzaman. Bizni xavf-xastaligimiz qanday maroqli, a? Sen o'rmalay olasanmi? Bu yoqqa yetib olgunimcha, men 3 marta qulab tushay dedim. Bu sehrli qovush. Esa odam ko'rmaydi. Buni bilaman. Ular buni qanday qilishadi? Yo'q, unga tegma. Yo'qsa faqat shunda yurging kelib qoladi. Dahliz yoki ayvon. Buni aytib bilmoqchiman xolos. U senga ta'sirini o'tkaza boshlayapti shekilli. Tegmay qo'ya qol. Dahliz. Yo'q. Ayvon. Tezroq. Yaxshiyapti. To'xta. Qayerga ketyapsan sen? To'xta. Orqaga, xonaqonaga. Turmaganman. Bu meni ko'nglimga yoqmayapti. Men otamni topib uyga qaytmoqchiman. To'xta. Yaxshi. Lekin bu yoqqa emas. Agar men bilan bormasang, 5 daqiqada nobud bo'lib ketasan. Bu yo'ldan borib bo'lmaydi. Ana u yoqqa yur. O'sha yoqqami? Undan ko'ra o'zgarim yaxshi. Loviya o'rmoni. Devlardan saqlaning. Ehtiyot bo'ling. Jack. Mo'jizalar mamlakatidagi Jack Bintaunning birinchi hokimi. Bir vaqtlar u gullagan o'lka edi, lekin hamma yo'lni bahaybat loviyalar bosib ketdi. Bu yerlar trollarning chekiga tushgan, shuning uchun ular shahzoda Vendalni yomon ko'rishadi. Bu yerlar hosildor, lekin qirollikni o't bosib ketdi. Virginia. Nahotki sen trollar podshosini sehrli qovushni olgan bo'lsang, Virginia. Kelbalar, landovuzlar. Sizlarni bir daqiqaga ham yolg'iz qoldirib bo'lmaydi. Onalaring uyatdan o'lib ketgan bo'lardi. Bizda ayb yo'q. Poyazalning sehrli kuchi yordamida bu jodugar bizni aldab ketdi. Oydan qoyilmaqom salom. Virginia. Sen bu poyazalda bexatar bo'laman deb o'ylayapsanmi? Lekin sen yig'ishyapsan. Trollarning har bir buyumi xavfli, Virginia. Xavfli. Sen qayerdasan? Virginia. Yana bir bor salom. Ular yetarlicha quvvatlanmagan va ko'p vaqt ishlay olmaydi. Uchiqlar emas, ko'rinmas poyabzalni sifatli nusxasi. Menga ber. Yo'q, bu senga nasib qilmaydi. Nima nasib qilmaydi? Qovush, u meniki. Agar bundan hoziroq qutulmasang, keyin hech qachon qutula olmaysan. Hech qachon.
Yana qo'rqyapsan. Endi yo'qmayapti. Ular g'alati hissiyotga kelarkan. Qo'shni kiyib ko'rinmas bo'lgach, odam o'zini qidirib ketarkan. G'aroyib. Hayratlanarli. Meni qanday topding? Hidingdan topdim. Men bilan yur. 70 chalovga qoldi. Bugun ko'pi band qilinmoqda. Bahaybatlar shunchalik ko'p ichkilikbozlik qilishadiki, zurriyotlar haqida qayg'urishmaydi ham. Bir meni so'rasam maylimi? Bemalol. Nima deysan, men tengqormanmi? Senga o'xshagan erkaklardan o'zimni asrashni kerak. Agar meni opoyozorga bo'lganda gaplaringga jon deb ishonardim. Sen ularni yana kiyib olishing hech narsadan toymaysan. Uni qaytib ber. Iltimos, menga bera qol. Ya Xudoyim. Kechirasan. Menga nima bo'lganini o'zim ham bilmayapman. Bu qo'shlar kishini ming kuyga soladi. To'g'ri. Nega sen o'zingni tiyishga urinmayapsan? Harakat qilyapmanmi? Nima bu? Ular izimizga tushibdi. Shunisi yetmay turibdi endi. Ular itlar bilan kelishyapti. Isimizdan topib olishadi. Yugurdik. Bu yoqqa! Tezroq bu yoqqa! Itlar iz olishdi! Tezroq yuringlar! Ular shu yaqin o'rtada! Tezroq bo'linglar! Ketyapmiz gada. Bas! Loyalar badbo'y kiyib chiqaradi. Itlar izimizni yo'qotdi. Buni tushuntirishing shartmi? Halokatimiz ariguncha shu yerda o'tirib turamiz. Menga qara, sen bu dahshatga qayerdan qo'shilib qolding? Bu oxirgi imkoniyatimmi? Sen turmada o'tirgansan-a? Nima uchun? Shunchaki ikkita qo'shonni tinchini buzdim. Bo'rini zimga solib qo'ysinlarda, u osmonni panjara ostidan ko'rsinmi? Shu ham insofdanmi, ha? Insofdanmi? Uni yana kiydirishamikin, ha? Nimani aytyapsan? Qo'shni dadalga quvvat bo'lganda. Yo'q. Balki Yo'q. nima balo? Bu meni dumim. Seni duming? Nima? U kichkinagina. Oynaxonni dumi chekiladi. Hali dumman bor deydi. Ha, nima qilibdi? Seni shoxing yo'qligingga men hayron bo'lmayapman-ku. Dumni silasang ham bo'ladi. Loyim. Nega dumingni hammadan yashiribsan? Chunki odamlar bo'rilarga kun berishmaydi. Dumimiz. Ishlab olmaymi? Nima bo'ldi? Yo'qmadimi? Pastga qarab siypalagin-da. Meni kalitlarim yo'qolyapti. Bo'ri, trollar, malika qamoqdan qochib ketibdi. Baloni o'qiyotgan kunlar. Meni turmamga ko'z tekkan mo'zi. Janob boshliq, biz zindonlarni tekshirib chiqdik. Malika qochib ketgan vaqtda yerto'laning eshigi ochiq qolgan ekan. Yerto'la. Yerto'la dedimi, demak, u shu yo'l bilan qochib ketdi. Pastda nima bor? Javob ber. Har xil lashliklar. Qasr turmaga aylantirilmasdan yuzlab yil avval to'planib qolgan. Mahbuslar qamoqxonaning boshdan oyoq tozalab chiqishsin, yo'qoling. Yo'q, bu yerda qo'shni olamga yetuvchi ko'zg'u bor. Tozalashlar ro'yxatga kiritib qo'yish kerak.
Dikkat! Bu yerdan hamma chiqindi yo'qotilsin. Hammangiz bir qator terilib olib, taqir chuqurlarni mana bu qayiqqa uloqtiringlar. Gapirsam maylimi? Osh. Biz qayiqdan judayam uzoq turibmiz. Shunday nozik buyumlarni chil-chil qilib bunaqada. Sen bularni noyob san'at asarlari deb o'ylayotganmiding? Bular keraksiz eskilar. Sen ovozingni o'chirib, buyurgan ishni qil. Biz yetib keldik. Ish qilayotgan tirik boshimda. Yana dadamni boshlab qo'ymadingiz. I mean, you But I can't mean, stay this out of is trouble for Facebook one window. day, at least. Ota-ona qilmasam qish mumkin. I very much doubt it. Uy, baloga yo'liqqor nima qilyapsan? Fikriy ko'rsatsinchi, ishlamayapti. Menga qara, Luis. Oyinchilarga o'xshamasdan qo'shuvni qayiqqa uloqtir tezroq. Bunday qilolmayman, sinib qoladi-ku. Agar buyrug'imni bajarmasang, shaxsan o'zim seni daryoga uloqtiraman. Boshqalar ham senga qo'shib kishallangani uchun hammang birgalikda rad bo'lasan. Bitta, yaxshi. Sehrli ko'kni kiyib qamoqxonaga kirib olaman. Yo'q, sen qaytadan bo'yatgani o'zgartirmoqchi. Yo'q. Men ularga sendan ko'ra munosibroqman. Mayli, bitta fikr bor. Eshit. Sen menga ochib olasan. Shunda ikkalamiz kirib olamiz. Nima dedinglar? Yo'q. Men kiyaman, sen menga kirishib ola qol. Tushundingmi? Sen bu ko'klar uchun joningni ham berib olar ekansan. Men ham avliyo emasman. Ortiqcha guvoh. Uni asfali sofinga jo'natmasak bo'lmaydi. Yo'q, yo'la. Bularni 31 yil kavlagan. O'tinaman. Meni ham olib ketinglar. Men shofer bo'ladi. Unda men qamoqdan qochgandan keyin uni ko'rgandim. Qochishni qiynaman. Uni bo'g'ib qo'ya qo'yay. Yo'q. Men unga ishonaman. Rahmat. Menga to'g'rini sovg'a qilardim, lekin undan ayrilib bo'lganman-da. 10 months. Jasurlik uchun 10 oy qamoq. Dadamni nima qildi solishdi? Bu saralashma. Unga yangi mahbuslarni tashlash. Ko'pakni o'ldirib, Prince. suzib berib. Eshitasanmi? Listen, I Buni must menga valiya.
Biz sirli ko'pchilikni saqlab qo'yib, ko'rinadigan bo'lib qolamiz Virginia. Kerak. Yigitlar, shoshmanglar. Qayoqqa ketyapsizlar? Keling, Antoni, bu yoqqa o'z yurishni o'ylayaptim. To'xtasa olib boraylik kerak, ketdik. Menga sudni otam boshlayapti. Shu yerdaman. Dada, shu yerdamisiz? Qo'shnining kuchi qirqildi. Seni ogohlantirgandim-a? Qara, Otang men o'ylaganimdan ham chaqqonroq ekan. Oy. Sen men bilan ketmaysanmi? Bu yillar yolg'iz qochishga odatlanishgan. Ozodlik. Acele to'silib qopdi-ku. Endi o'zingsan. O'zingsan. Yo'lman senga sehrli loviya bergandim. Esimdan berganimni ola yur bola. To'g'ri joyda qayoqqa boraman? Ay degan edim. Qilib qoldim. Meni sal tur so'rolmaysanmi? Gap yo'q. qaytib borib ko'zgulikni sig'maydi. Men uni chiqindi to'kilgan qayiq orqali edim. U daryo bo'yida turibdi. Qaysi birida? O sohildagisi. Boshqani? Shu yerda turgan edi. Qayoqqa g'oyib bo'ldi ekan? Shuni deydi-ku. Qaranglar, mashina o'ynab ketdi. Ko'zgimizdan ayrilib qoldi. Ko'zgu, g'aflatdan uyg'on. Menga trollab hukmdorini topib ber. Toni, tezroq jo'nab olish kerak. Qaranglar, mana ular. Qochlarga yo'l qo'ymang. Minnatlar. Ehtiyot bo'linglar, ular kelishyapti. Uni boshqa bir nima bilan tushir. Itlarga yem bo'lasanlar. Shuni seday. Qanday sharmandali qilaqashanglar. Farzandlarim deyishga ham or qilaman. Suv senlarga. Suv!
bo'ldi. Qo'rqmaydi-da. Menga ko'zim ko'rdi. Yo'qol bu yerdan. Qorayni ochar. Yo'qol. Seni ko'rib turganimdan xursandman. Yana bir marta shunday qilsang seni o'ldiraman. Xo'sh. Nima? Bolalaring isimni topishdimi? Hozircha yo'q. Xastalarni tur qilyapsan, a'lo hazratlari. Shunchalik rapashangsizlar deb o'ylamovdim. Menga bunday deyishga qanday haqqing sig'di? Ko'pakni ushlash kerak. Bolalaringni uni izidan jo'nat. Vendilla yerida sizlarga balo bormi? Darhol qasringga qaytib, yana farmoyishimiz. Men seni ko'rsatmalaringga bo'ysunmayman. Xatarli yovvoyi hududlar darhol ortga qayting. Virginia, sen ehtirosli erkalatishlarga munosibsan. Nima uchun sevgi quchoq ochmaysan? Nima uchun? I'm quite happy as I am, thank you. O'zingni bos. Neganim qilding? Seni foydangni o'yladim. Meni ko'zlarim-ku. Fikr hayoling o'shaniki ishda edi. Shunday. Sen buni qayerdan bilasan? Sehr uchun juda yoqimli narsa. Unga o'rganib qolish bangilikday gap. Nega sen uning dasturiga chiqmading? Qanday qilib bundan tiyilding? And I wasn't. Seni husning oldida har qanday jodu bir. Senin yangi konuşlarında senin için canini değiştiren Peki har holda menga qasamyod qilib qo'ysang mumkin bo'lmasa. Qismating senin menday valini emasga yo'liqtirdi. 9 qirollikni qutqargan. Mening peshonamga 4-qirollikni boshlash yozilgan. Ammo senga o'xshagan mayda kishilarni ham davlat ahamiyatidagi ishlarga qodir bo'lishi mumkin. Hech bo'lmasa hozirgi ahvolimda menga erinmak bo'lib yursan. Whilst I'm trapped in the body of a dog. What was that? Qaydan? Nothing? Baliq bo'ldi. Fish. Men ketishingizni talab qilaman. Qurollarni 4-mamlakatiga ijozatsiz kirish taqiqlanadi. Bu to'qqizta qirollik shartnomasiga xilof ish. Hozir ketmasangiz, men shahzoda Rendelni xabardor qilaman. U askarlarni yuboradi. Men 4-qirollikka urush e'lon qilaman. Valiahd Vendelni jangga da'vat etaman. Yoki u 7 kunda men bilan muhorabaga kirishadi, yoxud uning qirolligi ixtiyorimga o'tadi. Kun chiqdi. Tong otdi, uyg'oninglar. 4-qirollikning yangi bir kunini kutib oling. Yaxshi bo'ladimi, Virginia? Qayerda? Oldimga chiqqaningda yulduzlarni tomosha qilayotgan bo'lardik. Ichida rohat qilardik-da. Bo'lsa, san chehranglar rohatli, qomating odamni o'ldiradi. Otubi. Nima? Ko'zimga bunaqangi qarama. Topgan gapini. Shunday jonimga qaramay bo'lar ekanmi? Pascal.
Zaro, sen qamalib chiqqansan. Lekin men turaman. Kichkinagina qayg'ishada qanday qilib undan uzoq yuraman. Shunday gaplashyapsizlarki, go'yo men bu yerda yo'qdek. Manservant, I need to go Xizmatkor, biz yuqoriga chiqishimiz kerak. Kelik bilan bir kurakni olib ol. Birinchidan men senga mal emasman. Ikkinchidan nima? Ya tavba. Bu nima bo'ldi ekan? Qiziq-a, bu o'zi qanday baliq? Jahonga mashhur sehrli bir baliq. Masalan, sehrlimikin? Demoqchimchi, bu taniqli tilla baliq. U nimaga tegsa, o'shani oltinga aylantirib qo'yadi. Bunisi menimcha Warning. Do ogohlantirish. not break glass. Kuchli moliyaviy ehtiyoj Financial. vaziyatidagina oila quradi. Ko'raylikki, og'zingga barmog'ingni suqib yuzingni janubga bo'l. Shu vaziyatda har qanday buyumga qo'lingni tekkizsang, o'sha narsa sof oltinga aylanib qoladi. Hamma narsani oltinga aylantirib qo'ya olishiga ishonasanmi? Ishonaman. Lekin bizga hozir oltin kerak emas. To'g'ri, ammo oltinda hayotning egasi a'lo emas ekan. Hozir qo'rg'ochi bo'lib yashab yurganda sof oltinlar bor. Ham armoni qolmagan bo'lsa kerak. Unga tegmanglar deyman. Turgan joyda turaversin. Ha, albatta. Unga tegib esimga yetmanmi? Seningcha biz o'yin o'ynayapmizmi? Biz shartnoma tuzganmiz. Seni yordaming evaziga Vendolni yarim mulkini va'da qilganman. Seni qamoqdan chiqarganim evaziga uni menga hadya qilib bo'lgansan. Soch tiydirish marosimi meni rejam bo'yicha o'tishi kerak. Agar Vendolni qirolligida qoladigan bo'lsang, hamma ishni rasvo qilasan. U holda janjal chiqadi. Buni menga daxli yo'q. Dintowndan tezda o'z yerlaringga jo'nab ket. Ishimni pachavasini chiqarma. Balki ketarman, balki. Aytmoqchi, u yerda bolalarim qalay? Ularni aql, zakovati va jasurligiga qoyil qolmay iloji yo'q. Ulardan xabardor bo'l. Bolalar ziyon zahmatsiz qaytishlari lozim. Sabr qil, hazrat oliylari. Vendolni qirolligi senga nasib etadi. Qachon? Galvar! Qo'rquvginam, nega hanuzgacha Vendol topilmadi? Yo'q, emas. Lekinlar qo'rqmayapman. Kimlarni? Yana uchta hamroh bor. Ularni tugatuvlar gaplashib oladi. Nariga esa xavfli. O'zgamoqni yashirin kelishyapti. Ularni menga ko'rsat. Men olmayapman. Bo'ri uni yonida. Uni tut. U bilan gaplashishim kerak. ichidagilari o'lib qolishdi. Shu ashulachilar bo'ldi-yu. Tezroq eshitsang-chi. Chakaging o'lsin, tili bilan eshitdim-ku. O'zingni ovozing o'tdi. Ayvay saqa. Burgalaringni chaynashni bas qil. Chaynaganim yo'q, mazasini ko'rmoqchiman. Nishmalaring. Sulvoy, tezroq harakat qil. Ana uni qaranglar. Stop. Erkaklarni yaxshi ko'ruvchi va Nafratlanuvchi xotinlar. Ular hammasi bir gul.
Voy, kechki ovqatga biror narsa pishirsanchi. Avval Virginia uchun yasansan qo'llari. Salom. Yo'q, meni solimga qo'y. Bo'ysunishga so'zing. Yo'q, Yo'q ama. Men seni hukmdoring. yo'q. Nega hamrohing menga ko'rinmayapti? Sizlar qanday jodudan foydalanyapsiz? Qanday jodu? Ovqat yo'lda yo'qmi? Men hech kimga gaplashayotganim yo'q. Ovqat pishirayotgandim. Qani taoming? Qani? Hech narsa yo'q. Nima? Baliq. Qanday buyumga qo'l tegsang, o'sha narsa sof oltinga aylanib qoladi. Dada, ana nima jarangladimi? Qarasam shisha sirib yotgan ekan, yig'ishtirib olayotgandim. Baliqning og'ziga jimjiloq edi. Yo'q, haligi bali. Tashvishlanma, endi boymiz. Men bu qayiqni og'ziga aylantirib qo'yishim mumkin. Keyin og'irligidan suvga cho'kib sizni ham g'arq qiladi. Gapingda jon bor, mayli, boshqa yo'lni topaman. Tog' oltinlarimiz bo'lganda menga rahmat aytasan hali. Menga sajda qilib yurasan. Shunaqa. Bittaga so'nggi topsam, jag'imning xonimni mayli. Iliga qoqilgan bo'lsa ham mayli. Soqolim suyaga yedirmayapti. Odamga o'xshab tur. Qo'rqaman. Nimadan? Qulab tushaman. Juda baland. To'rt oyoqlab emaklay qolay. Bilasanmi sen tiysan? Menga shirin kulcha berishadimi? Sen bilmassan. To'rtinchi qirollik hukmdori shahzoda Vendelson. Shirin kulchani yaxshi ko'radigan shahzoda Vendel. Seni bor. Nafaqaga kelish uchun butun umring yetmaydi. Soch kiyishdan oldin sen jasur, sadoqatli bo'lishga o'rganishing kerak. Aqlli bo'lishingga ko'zim yetmayapti. Bo'lishi mumkin emas. Nima bo'ldi? Kechirsa, nimagadir ko'nglim qaranglar, sakalani qayig'i. Qani? Sohilda. O'g'li sohilda.
Anthony, qandaydir g'alati bo'lib ketyapman. I feel Xuddi vujudimda ikki kishi kurashayotganday. at the same time. Nima? I have to go Men back shu to my qizini ko'rishim kerak. Yana qanaqa qator bu eski bayronak-ku. Qayerni tekshiramiz? Yo'q, I'm sure my bu yerda meni insoniy jismim bor. To'xta. Ketaversin. Shahzoda qay? Uyda nima bo'ldi? Shahzoda. Uning ortidan borolmaymiz. Fatma bilan yo'qolgan ko'zguni topishimiz kerak. Ha, ketaversin. Chaqirdim uni. Ha, chaqiro, eshlaychi. Bundan tez olmayman. Qo'lim qovarib qoladi. Ne deyapsan kam quriga? Bekkaning qurs. Bo'ldi endi bas qiringlar. Ana qatl vayronalari malikaga uchratishimiz kerak. Taklifing yomon emas. Sohilga qarab buramiz. Pakana tongdan beri shu yerda edi. Ketganiga yarim soatcha bo'ldi. Qayoqdagi lashmishlar bilanmi? Ha, Qachon qaytarkin? bu yoqqa qaytib kelmaydi. O'zini ajoyib qayg'ini meni aravam bilan qirchag'im bilan mashtalar zo'rayir bosh. Qayoqqa ketdi o'zi? O'rmon orqali ketmoqchi edi. Yetib olishlari mumkin. Ajoyib fikr. Qani ketdik. To'xtanglar. Shahzoda nima bo'ladi? U yolg'iz o'rgin qilmoqchi. Men unga achinib ketyapman, ammo ko'zguni topishim kerak. Toni, sen bizga ortiqcha yuk deb aytmaganmiding? Ammo Nima ammo? bunday qilish yaxshi emas. U bekorga o'sha yoqqa jo'nagani yo'q. Sen ko'zgudan ayrilmoqchimisan. Yo'q, to'xtanglar. Bizga biroz vaqtimiz ketadi xolos. Ovqat istayotganingda tilingni og'zingdan chiqarma. Buni osiltirib o'tirish odobsizlik sanaladi. Ochimdan o'ylayapman. Meni yalag'im qani? Senga ajoyib bir taom muntazir. Pichoq bilan sanchiqdan foydalanishni o'rganganingdan keyingina yemish olasan. Yo'qsa och qolaverasan. Ko'ngillari ichimlik tilaydimi, a'lo hazratlari? Ikki yalag'imda suv ichdim. Bir qadah suv. Shahzodalar tovoqdan suv ichmaydilar. Bir qadah suv iltimos. Yana nima buyuradilar? Qattiq bersangiz. Dasturxonda qopsoq o'ynalmaydi. Hazrat oliyalar huzuringizga ushla tashrif buyurdi. Pichoq bilan sanchiqdan foydalanishni o'rganib tur. 10 daqiqada qaytib kelib, seni tekshiraman. Sanchiqi va pichoq. Men ishonamanki qayerdadir shu yerdaman. Albatta shu yerdaman. O'z ismni ham sezyapman. Sen bu men. Sen bu men. Men esa bu sen. Sen bu men. Sen esa bu sen. Salom. Yaxshi, juda yaxshi. Yaxshi. Sanchiqda ovqat yeysan, ha? Agar senga yeta olsam, hamma narsa o'z o'rniga qaytadi. Ahmoq itvachcha cho'zila qol. La'nat, senga yetolmayapman. Men hozir kelaman. To'xta. Valiahd Vendel qani. Hayır, qani shahzoda Vendel. Kelish uchun sizlarni yuborgandim. Har qanday troll uchun sharafli vazifa. Xo'sh qani u? Sizlar ovsarsizlar. Ko'zgu bilan so'zlashdim. Shahzoda Vendel shu yaqin o'rtada yuribdi. U Rivertownda. Demak, omadimiz ketdi-da. Uni topib kelinglar. Agar ko'ptayni keltirmasanglar, yuraklaringni sug'urib, o'zlaringga yediraman. La'natga
rostini aytsam, juda oson harakat qilib judayam oson. Shahzoda! Shahzoda! Anthony! Manyak! Yentanamni topdim. Ehtiyot bo'l! Ehtiyot bo'l! Unga tegma deyapman. Men uni ushladim. Qushlar imtilaychiga yetdimi, qo'rqoqlar? Qo'rqoqlar. Tony! Dada? Tony! Dadajon, xayriyat, sog'-salomat ekansiz. Shahzodani topdingizmi? Sizga nima bo'ldi? Men qurollarni yengdim, qol. Juda soz. Bu yangiligim yaxshisi. Hali yomoni ham bormi, Tony? Nima deb o'ylaysizlar, qayiqchi bizni aldamaganmikin? Dada, to'g'risini ayting, tinchlikmi o'zi? Hay, ha? Haligi menimcha uni boshqalardan ajratib olsa bo'ladi. Ovchi. Meni chaqirtirgan ekansiz, xonumoyim. Bo'ri ham, trollar ham hanuzgacha itni tutishgani yo'q. Sabrim tugab, g'azabim qo'zyapti. Ular sizni tirnog'ingizga ham arzimaydi. Nima uchun ular meni ko'zgularimda ko'rinmayapti? Xuddi ko'z o'ngimni parda qoplagandek. Ular yaqin atrofda. Daryodan suzib kelishdi. Endi o'rmon orqali o'tishlari tayin. Men ularni topaman. Ovchidan hech kim qochib qutula olmaydi. Hayotimning har bir jabhalarida men baxtga va tuyg'ularimning mukammalligiga erishishni intilaman. Kundan kunga men kamol topib, ayollarga nisbatan iltifotim ortib boryapti. Men o'z tuyg'ularimga tasannolar aytib, o'z-o'zimdan qanoatlanyapman. Va men o'zimni tinch va xotirjam sezayapman. Men o'z xohish istaklarimni idora eta olaman. Idora eta olaman. Tony, sen go'shtni rasvo qilyapsan. Kiyindi isini sezyapman. Bechora go'sht. Men chuqur qayg'uraman, ko'rib tursan. Oltin balonni oddiy jodusi. Shunday bo'lish tabiiy holat. Uni men o'ldirib qo'ydim. Vaziyat har daqiqada o'zgarishi mumkin. Sen aslo bunday demoqchi emasding, to'g'rimi? Yo'q, aynan shunday demoqchi edim. Ana, qara, hozir unga jon ato etamiz. Tayonni ko'ryapsanmi, qani? Uni olib kelchi. Olib kel uni, olib kel. Bu sira ham kulgili emas. Agar tushkunlikka tushaversang, battar kulgili bo'ladi. Haliyam yalpayib o'tiribsizlarmi? Yo'lga o'tsaninglar degandim. Biz tamaddi qilayotgan edik. Ko'zgu bizdan tobora uzoqlashib boryapti. Agar uni biz yo'qotsak, umrbod uyga qayta olmaymiz. Virginia, jonginam, nonushtaga go'sht qachib olmasak bo'lmaydi. Dunyoda hech narsa son go'sht kabi tong sahardan ishtahani qitiqlay olmaydi. Qizdirilgan tovadagi yoqimlilikmi? Uni chaynaysan, g'ajiysan, burdalaysan, liqqa yutasan, ketidan ikkitagina jo'jani jig'ildonga joylaysan. Qornim shunday ochganki. Tezroq bo'linglar, ketamiz. To'xta, Virginia, shoshma. To'xtasanchi. To'xtasanchi. Bu yerda nimalarni ko'ryapsan? Daraxtlar. Yo'q.
Sen hech narsani ko'rmayapsan. Bilasanmi, yarim tunda sen osuda uxlab yotganingda bu yerda nimalar bo'lgan? Xo'sh, nimalar? Yana ko'ryapsanmi? Oq yarim tunda bu yerdan bo'rsiq yugurib o'tgan. 2 soatlardan keyin ona tulki uni izidan tushgan. Keyin bizni shu yerdaligimizdan cho'chib ortga qaytgan. Yarim soatlardan keyin boshqa tulki bu yerga kelgan. Yosh, jasur erkak. Va u har holda yemishsiz qolmagan. Mana bu butalari to'xtalgan joyda to'ng'izcha rosa yuguribdi. U seni uyg'otib bormaganiga hayronman. Mana u yerda esa seni naq ro'parangda ko'rsichqon kovlagan. Ana u yerda bo'lsa bo'g'ilarim men bilan birga tongni kutib qolishdi. Sezmaganingga hayronman. Men unaqa ziyrak emasman. Ha, ko'rinib turibdi. Bo'pti, ketamizmi yo'qmi? Toni, Men faqir qari kampirman. Ozgina yegulik beringlar. kechirasan, o'zi oldiga olma qatlamamiz qolgan. Sizchi toqat Men xayriya tashkilotiga ehson beraman. oyim qizsizchi. Hozir Ishga biron nima bering o'tinaman. yonimdagi yegulikni beraman. Bir kenya namicha raqamda bo'lmasang. Ko'ngli bo'sh oyimcha, voy. Menga ko'rsatgan marhamatingiz uchun sizlarga bir o'gitim bor. Mana bu cho'pni oling. Buni ikkiga bo'ling. Bunisini ham sindiring. Endi har ikkitasini bo'laklarni birlashtirib, sindirishga urinib ko'ring. Nima yerda? Mana shu meni sabog'im. Bitta qatlamaga ko'rsatgan karomat shu bo'ldimi? Kasallik tuzalgisi kelsa, tabib o'z oyog'i bilan keladi. Semi jonimizga oro kiradigan. Kechirasiz xonim, arabada ketayotgan pakanaga ko'zingiz tushmadimi? U bugun ertalab katta yo'l bilan ketdi. Sizlar esa o'rmon orqali borganlaring ma'qul. Shoshma, eng xatarsiz yo'l shu-ku. Maslahatimga quloq soling. Kimdir sizlar bilan izma kelyapti, niyati sizlarni o'ldirish. To'xta, nega endi bizni o'ldirar ekan? Bu o'rmon egasi bitta ovchi. Bilishimcha, u malikaning xizmatida. Bizni katta yo'lni tashlab, o'rmondan ketishimiz juda ham hayratga soladi. Nima uchun? Chunki ahmoqlargina o'tib bo'lmas chakalakka so'l soladi. Balki keragi yo'qdir. Bu yo'lga sizlarni men boshlab boraman. Sizlar men bilan izma-iz borasiz. To'xta, men haligi
Lekin tovush eshitdingmi yo menga shuni tuyuldimi? Men Iroqni eshityapman. Hayratlanarli joyi yo'q, bu o'rmon sehrli. Bu yerda qanaqa joy? Qayerga ketayotganimizni bilasanmi o'zi? Men o'z sezgimga ishonaman. O'sha ovchi kim? Barcha jonzotlar ovchi amri bilan qatl etiladi. Biz tun bo'yi yurolmaymiz. Yurolamiz. Eshityapsizlarmi? Bu lo'lilar. Nima kechadi? Bizga qo'shilishlaringiz to'g'ri keladi. Ular bizni bekorga o'ldirib yuborishadi. Ularni mana talab qilsalar ham xirlik qilmang. Ammo men totim ko'rmaguncha hech narsani tanovul qilmaylar. Bu seni bu uyda tanovullikni eslatyapti. Menimcha o'tirganimiz ma'qul. Bu men shu haftada yegan eng mazali sifratgan. Endi seni navbati yotkishi. Siz men chalishni bilmayman. Bo'lmasa biron nima kuylab ber. Ashulachimasmanda. Qo'shig'i mezbonlarimizni ranjitma. Ashula aytishni bilmayman-da. Bizni mehmon do'stligimiz ikkita baytga ham arzimaydimi? Eplay olmayman-da. Mayli. Hozir yo'l chetida borayotib bir yigitni uchratdim. Aravamga o'tkazib olib uyigacha kuzatdim. Men 16 yoshda edim, o 20 yoshlarda. Ko'p ko'rgiliklar bor ekan bu navqiron boshlarda. Lo'li daydi o'g'irlar deb shaharliklar bizlarni qilgan har bir ishimizdan yomonliklar izlashar. Biroq juda yoqtirishar ular lo'li qizlarni. Fol ochib qo'y jonon deya darhol kissak kavlashar. Yo'qmidi shekilli. Bilmadim. Meni chiqarib oling, iltimos. Meni qo'yib yuboringlar. Biznikigina begunoh kuchalarimiz. Bular sehrli kuchchalar. Juda noyob, bularni tutish ham oson emas. Faqat lo'lilar ularni ovlashadi. Bizni qutqaring. Biz begunoh jabrdiydalarimiz. Ular nima qilishadi? Qushlarning qanotlarini sindirib davlatmandlarga sotib yuborishadi. Bilaman, bunga yo'l qo'ymanglar. Bu og'ir dahshat. Ayrimlar ularni yeyishadi. Chunki ularning sehrli xislatlariga ega bo'lib qolishga ishonadilar. Bu og'ir gap. Qanday dahshat. Men oilada bolalarim bor. Ular meni nobud bo'lishadi. Qanday razolat. Bizni qo'yib yuboring. Iltimos qutqaringlar. Oltinni yasalganmi deyman? Yo'q, egasiga qarang, shunchaki sayqal berib yurgan yo'l-yo'lakay arzon garovga sotib oldim. Dasturxon tuzinglar.
Ko'rishimcha katta davlatga erishibsan. Yo'q, qanaqa boylik? Biroq boyliging qanday kelgan bo'lsa, shunday ketadi. Bunaqasi boshimdan o'tgan. Bitta lo'yam bo'lardi. Kelajagimga nima deysiz? Fol ahmoqligini ko'rsatyapti. Mana u qanday qarta? Bu ahmoqni sherigi Jalvar So'nka. Ular bilan masxara va qishloqqa tentak birga boryapti. Tushunarli. Qizni folini ko'rib qo'yaman. Yo'q, rahmat, hojat yo'q. Vujuding to'la g'azab. Sen hissiyotlaringni ichingga yetasan. Burtsam soch tolalaring kerak. Sening qismating buyuk va abadul abad odamlar xotirasida qoladi. Men oddiy damlanto'xona dastyorman. Meni taniqli qiladigan xislatlarga ega emasman. Onang seni tashlab ketgani uchun hech qachon kechira olmaysan. Qaytarib aytamanki, meni istiqbol mutlaqo qiziqtirmaydi. Iltimos, sevgi, nikoh, zurriyotlar, men ko'ngil qo'ygan qiz menga qachon xo'p deyishini ayting. Ishqilib to'yim haqida. O'lim pardasini ko'ryapman. Kichkina qizaloqni jasadi tilkalab tashlangan. Yo'q. Mening ikkita qizim, ikki o'g'lim bo'lishini ko'nglim sezyapti. Olov ko'ryapman. Shu alangada kuyib o'lasan. Yo'q. Aslida hech qanday odam emassan. Sen bo'risan. Xuddi sening nabirang kabi. Bugun biz bilan qolishing mumkin. Hamrohlaring bu xatarli o'rmonda bir-birlariga yaqinroq yursinlar. Qaranglar, bizlarni ozodlikka qo'yib yuboring. Iltimos, bizni xalos eting. Erkinlikka qo'yib yuboring. Bizni qafaslardan ozod qiling. Bizni chiqarib yuboring, iltimos. Meni qafasda qoldirmang, iltimos. Meni xalos eting. Bizni ajal jangalga tashlab ketmang. Bizni qutqaring. Nima qilyapti? Bizni qutqaring. Nima qilyapti? Virginia. Kerak.
Iloji yo'q. Yo'q kerak. Qochamiz. Tezroq. Qo'yinglar, ushlanglar ularni. Virginia! Virginia! Ochib ketyapti! Qaytinglar! Buyuraman, qaytinglar. Qaytinglar deyapman. Tushunmadim, kampirda uni to'xtatishni buyurdi. Omadimiz kelganda shunda yuringlar, bu yerda qanchalik tez ketsak shuncha yaxshi bo'ladi. Mana g'ildirakka o'tkazishga ko'mib qo'ya qolaylik, imkoni bo'lganda olib ketamiz. Jog'ini tashlab keta olmayman. Uni shu baloga o'zim giriftor qildim, endi o'zim qutqaraman. Maqsadlarini tushuna olmayman. Nega bizni osonlikcha qo'yibdi? Lo'llarning bunaqa odatlari yo'q edi. Buralib kuring. Sharsaraday yoyilib tarqaling. Toki qiz holdan toymaguncha tortilib, uralib unga azob beravering. Uni zo'rlanishga, do'stlashga majbur eting. U qiynoqdan o'z o'limiga ham rozi bo'lsin. Barcha jondor qushlarga o'lim, ovchini farmoyishi vojib. U shu yerda. Ana u yerda nimadir qimirlayapti. Nima gap? Nega menga bunaqa qarayapsiz? Bilasanmi, sening sochlaring naqarimda o'zgarib qolgan o'xshaydi. Albatta, kecha men pardozxonaga soch turmaklagani borib keldim. Sochlaring xuddi o'sib ketganga o'xshaydi. Nega o'sadi? Rostdan ham uzunlashgan. Yo tavba, kecha kaltagini edi-ku. Bu qandaydir jodugarlik. Nima bo'lyapti o'zi? Bu lo'llarning ishi. Sochingga nimadir qilishgan. Ular seni afsullashibdi. Meni afsullashgan. Bu yana nimasi? Sochingni yig'ib bog'lab ol. Kechirasan. Qo'lingni yig'ib olish oson emas. Sochlaring changalzor bo'lib ketdi.
Hali uzoq yuramizmi? Men qayoqdan bilaman? Shuncha yil yurganimiz yetar. Biror joyda tunamasak bo'lmaydi. O'tib bo'lmas changalzorda bosh bola topa olar ekanmizmi? Bilmasam. Ana qaranglar. Bu yerda kim bor? Bu yoqqa anchadan beri birov qadam bosmagan. Ey, bu yoqqa kelinglar, qaranglar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buni ma'nosini tushungandirsizlar. Bu opog'amning kulbasi. Bu yerda 7 ta mittivoylar yashashgan. Bu yerni hamma allaqachon unutib qolgan. Yaralar bilan jajji. Bu yeni tariximizning bir bo'lagi. Mana u notavon shahzoda to'ngi bo'lsa ham buvisini uyini ko'rish nasib etibdi ajabo. Bu choy yoqmaganimiz ma'qulda. Agar izimizga tushgan bo'lsa, Menga baribir. Sochimning qo'li bilan hech ham qo'lmayman. bir narsani sendan so'ramoqchi edim. Oppog'oy shahzodaga turmushga chiqqach nima hodisa yuz bergan? Ulug' qirolicha bo'lgan. Tarixni o'zgartirib yuborgan 5 buyuk ayollardan biri edi. 5 buyuk ayol. Oppog'oy, yetim qiz, qizil qalpoqcha, parizod, uyqudagi malika. Ular dastlabki 5 ta qirollikni barpo etib, olamda tinchlik o'rnatishgan. Ammo ular dunyodan o'tib ketishgan. Aytishlaricha yetim qiz hali tirikmish. Uni 40 yillar avval ko'rishgan ekan. Hozir 200 yoshdan ham o'tib qolgandir. Baxtli hayot davri ortda qolib, zulmatli kunlar o'z hukmini o'tkaza boshladi. Lonalar qo'nog'idagi bola bilan nimalarni gaplashding? Hech nimani, shunchaki bo'rilarga tegishli gaplar. Bo'rilarga tegishli gaplar. Nimalarnidir gaplashkim kelgandi. Biz yonma-yon tinch o'tirdik. U hali umrida bo'ri ko'rmagan ekan. Juda vahimada edi. Boshqa nasldan bo'lganingdan keyin yolg'izlanib qolarkansan. Seni onang qayerda? Bilmasam. Men 7 yoshlik vaqtimda u bizni tashlab ketgan. Yosh bola vaqtingdan tashlandiq bo'lishdan yomon. Hech o'ylamayman. Oyim men bilan hech qachon yaqin bo'lmagan. Nimadir bo'lgandir axir. Uydan chiqdi-yu ketdi. Buni tushunsa bo'ladi. Chunki otam unga munosib emasdi. Ular mutlaqo boshqa odamlar edilar. Sen buni taniysan, onam g'irt o'shaning o'zi edi. Ota-onam shunchalik bir-birlariga loyiq emasdilarki, hatto nikohdan ham o'tishgan emas. Bunga qo'ltoq bo'lib ketgan. U hozir qayerda ekan? Tasavvur ham qila olmayman. Bu meni qiziqtirmaydi ham. Hozirgi ahvolini bilgim kelmaydi ham. Agar u xohlasa allaqachon men bilan uchrashardi, ammo bunday qilgani yo'q. Men unga kerak emasman, meni ham unga ko'zim uchib turgani yo'q. Nima o? Kechasi shunchaki bu tovushlarning ma'nosi yo'q. Men o'zim o'qiyotgan kitoblarimni senga so'zlab berishimdan naf yo'q. Sen hayotingda buyuk jasoratlar ko'rsatasan. Qara-ya. Nega endi shunday bo'ladi deb o'ylayapsan? Sen buyuk qalb egasisan.
Bizlar yo uzoq vaqtli hayot kechirganmiz, yo bizni jodu yordamida halok etishgan. Sen hech kimga ishonmaysanmi? Har holda senga ishonmayman. Mayli iloji. Yaqinga xafa bo'lmagin, ammo seni birov sevib qolishi amri mahol. Voy sho'rim. Yo tangrim. Nima? Voy bu. Ana sochu mana soch. Hamma yoqqa yoyilib ketibdi. Endi holim nima kechadi? Toni. Ko'zingni och, Toni. Sochim zinadan yuqoriga o'rmalayapti. Shaka uruq hech bilan ham ketib bo'lmayapti. Ular o'sishini to'xtatmasa nima qilaman? O'z ko'kinlarimdan ajal topaman. Yo'q, bu nima deganing? G'amchakmi? Sen bizni qutqarding. Endi men senga sochingdan qanday qutulishni o'rgataman. Marhamatingni ayama. Barbunda sehrli boltasi bor, o'tib yashaydi. U dunyodagi hamma narsani chopishga qodir. U sening sochlaringni chopib tashlab, afsunda seni xalos etadi. Sochlar hamayoni bosib ketmasdan yo'lga tusha qolaylik. Albatta, juda ham ishtaha ochar olma ekan. Toni, yo'q. Esing yedingmi? Olmani yema. Yana nima balo bo'ldi? Qayerdaligimizni unutdingmi? Bu opog'oyimni kulbasi-ku. Bosh nima qildi? Bu o'sha opog'oy zaharlagan olma urug'idan o'sib chiqqan bo'lsa-chi. Bu la'nati o'rmonda birorta xavfsiz narsa bormi o'zi? Ketdik. Vaqtimiz juda ham zo'r. Ketdik. Sen sochlaringni ko'tarib ol, men itni olaman. Ehtiyot bo'l, qoqinib ketma. Meni mazax qilyapsizmi? Seni men afsunaganim yo'q-ku. Men hech sezyapman. Ovchi shu yoqqa o'rtada. Tezroq yurish kerak. Shu ahvolda tez yurib bo'lar ekanmi? Bir soatdan so'ng u bizga yetib oladi. Xo'sh, nima qilamiz endi? Men sizlarni yashirib qo'yaman. U yomon ovchi emas, u faqat iz olishi biladi xolos. U hid ololmaydi, chunki u hayvon emas. Men uni uzoqroqqa olib ketaman. Ertaga yoningizga qaytaman. Tezroq yashirininglar. Ana shunday. Qalaysizlar? Bo'pti. Endi qimir etmanglar. Men kelgunimcha sabr qiling. Bo'ptimi? Yaxshi. Virginiyaga qochamiz.
Ursundan yugin! Tezroq! Cho'poling! To'xtama, Virjiniya! 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 Yaqin, og'riyapti. To'xtasang-chi. Meni hozir qo'yib bor. Nima bo'ldi? Nima bo'lardi u Virjiniyani suv oldi? Yo'q, shunaqa. Biz uni endi hech ham ko'ra olmaymiz. Nima? Bunga men aybdorman. Hammasiga yolg'iz o'zim aybdorman. Film Yoshlar telekanalida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Alisher Sa'dullayev. Filmga Mohira Nurmatova, Noila Toshkenboyeva, Farhod Aminov va Hojiakbar Nurmatovlar ovoz berishdi. Rejissor Rustam Qurbonov, ovoz rejissyori A'zam Bahromov, muharrir Zafar Komilov.